Xalq deputatlari Xonqa tumani kengashining 91-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada ko'rilgan masalalar haqida hozirgi lavhamizda so'z yuritiladi. Sessiyada Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlaridan iborat ishchi guruh vakillari, tuman kengashi deputatlari, tegishli idora tashkiloti rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Sessiya kun tartibiga muvofiq ayrim mutasaddilarning axboroti tinglandi. O'zimizning tumanimizdagi Amudaryo qishlog'ida hozir hokimiyat zaxirasida turgan 33,4 gektar yer paxta va g'allachilik yo'nalishi bo'yicha ochiq elektron savdoga chiqarish masalasi. Bu mavzu deputatlarni ko'pgina muhokamalarga sabab bo'ldi. Yerni o'z vaqtida o'z egasiga topshirish xalqimiz dasturxoni to'k, sochim bo'lishiga yordam beradi. Ko'rilgan masalalar yuzasidan deputatlar o'z fikr-mulohazalarini bildirdilar. Shuningdek, hududning Amudaryo qishlog'idagi tuman zaxira fondida turgan 33,4 gektar ekin maydonini yangidan paxta g'allachilik yo'nalishida fermer xo'jaligi tashkil qilish uchun ochiq elektron savdoga chiqarish masalasi muhokama qilinib, bu yuzasidan ham tegishli qaror qabul qilindi.